Assalomu alaykum. Bugun navbatdagi operatsion kunimiz. Navbatdagi bemorimizda shohqarda yupqa bo'lgani uchun FRK usulini tanlaganmiz. Boshqa usullar to'g'ri kelmagani uchun majburiydan FRK tanladik. Chunki FRK shunaqa usulki, hech qaysi lazer korreksiya to'g'ri kelmasa, FRK to'g'ri kelishi mumkin. Sababi shohqardan maksimal to'qimasini qoldira olamiz. Asorat berishi ancha foizi kamayadi. Ya'ni asorat bermaslik uchun bu usuldan foydalaniladi. Bu usulni kamchiligi bitishida, ya'ni tez bitmaydi. Bir oylarda zreniy 100% tiklanadi. Juda ham yaxshi, zo'r yotibsiz, молодец. Hozircha ko'zni qimirlatish mumkin emas. Qimirlatmaysiz. O'sha ko'rayotgan chiroqlaringizga qarab yotasiz, yengil bosim bo'ladi. Qimirlash mumkin emas. Yana. Yana. Yupib tashlang. FRKning afzalligi bitta shohpardada ko'p to'qima qoldira olamiz zapasda. Hech qaysi usul to'g'ri kelmaganda FRK to'g'ri kelishi mumkin. Lazer korreksiyaning turlari bor, o'sha qaysi biri to'g'ri kelmasa, FRK to'g'ri keladi ko'pincha. Miyopiya o'rta daraja -4 ga -1 astigmatizm. LASIK, femto LASIK, hatto smile ham to'g'ri kelmadi bularga, chunki shoh pardalar qalinligi yupqaroq. Normada, lekin yupqa. Shu qolgan boshqa korreksiyaligi to'g'ri kelmagani uchun majburiydan FRK ga oldik. FRK da biz kontaktni linza qo'yib qo'yamiz. Shunisi bilan u boshqa usullardan farq qiladi. U o'sha linza chiqib ketmasligi uchun qo'l bilan teyish, suv bilan yuvish, ko'zni to'rt-besh kun mumkin emas bo'ladi. Imенно ko'z ichiga suv kirmay turish kerak. Chunki linza chiqib ketishi mumkin. Birinchi, ikkinchi kun o'ziga yarasha bezovtalik bo'ladi. Xuddi achchiq piyoz achilaganimizda achishib yoshlanadi. O'sha 6-7 soat shunaqa holat bo'lib turadi. Unga bemorlar tayyor bo'ladi. Bu usul shuning uchun ham hammaga qilinmaydi. Kimga to'g'ri kelganda qilinadi. Boshqa holatlarda bosasiz, keyin sekundalar kerak. boshqa holatlarda agar to'g'ri kelsa boshqa usul qilishga harakat qilamiz. Linza ham olib kelib bizga. Endi bosamiz. Svetni o'chiramiz. Yashil chiroq ko'ryapsizmi? Markazda o'chib. Yashil ham bor, qarang. Migayishi, sarg'ish ko'rsangiz boshqa. Da. O'sha o'rtasiga qarab turing. Zo'r qarayapsiz, mana shunda. Da. Lazer ovoz bilan ishlaydi, cho'chib ketmay. Prosta tikilib turishingiz kerak. Boshqa narsaga chalg'imang. Juda ham yaxshi yotibsiz, молодец. 10 sekund qarab turishingiz kerak. O'zi to'xtaydi avtomatik. Qarab turavering. Zo'r yotibsiz, молодец. Sekundalar tayyormi? Hozir ikkinchi ko'zni yetamiz, yoqasiz. Yoqingizda. Qo'rib. Bas. Bu yoqing. 25 sekund detsam. 25 da yetasiz. Jarayon tushuntirib oldim. Tak, bu maxsus dori, metamiksin deyiladi. FRK dan keyin обязательно
qo'llaymiz. O'sha o'zini Amerikadan keyin Haze degan asorati bor. O'shani oldini olish uchun. Bu butun dunyoda Zoltoy standartga kiritilgan. Shuning uchun metamitsindan foydalanishimiz shart. Lazer linza oching. Ko'rib turganingdek, lazer ishlagandan keyin faqat yuvish, quritish bilan ishimiz davom etadi. Давайте. Kontaktni, oddiy kontaktni linza. Ustiga xuddi himoya kupoliga, ya'ni qobiqqa o'xshab qo'yib qo'yamiz. Qo'ymasa, chunki mana bu ustidagi shilingan epiteliy himoyalangan bo'ladi. Bo'sh qo'yasiz, bo'shatyapman. Sekin yuming. Ha, bu ikkinchi ko'zga o'tamiz. Oching, sekin oching, tekshirib oling. Yaxshi. Linza yuming. Yuming, oching. Yuming, oching. Shu linza joylashdi. Yaxshi. Ikkinchi ko'z. Xuddi shunaqa. Og'rimadi? Bu operatsiya shunisi bilan qiziq. Ya'ni operatsiyaning o'zi og'riqsiz, paradoks, lekin operatsiyadan keyin boshqa operatsiyalarga nisbatan og'riq ko'proq bo'ladi. Ularda teskari. Ha, dori ichasiz, men uni beraman sizga. Обезболивающий tabletka beraman. Uyda ham bor bo'lsa, uni ham qo'shimchasi ichib olasiz. To есть simptomatika bo'lguncha chidab turasiz. O'zi sekin yo'qoladi. Ungacha shu dorilar bilan bosib turiladi. Hozir svet qilib beraman. Birinchi jarayon bu epiteliyni yumshatib olib tashlash. Ustidagi epiteliyni yana bitta orolcha bo'lib qoldi. Ustida epiteliyni olib tashlashimiz kerak va shundan keyin biz lazer bilan ishlov bera olamiz. Epiteliy olishni mana shu eritma bilan ta'sir qilamiz. Epiteliy 100% o'zini tiklaydi 5-6 kundan keyin. Linza qo'yishdan maqsad shu. Regeneratsiya tugagandan keyin ya'ni 100% tiklagandan keyin biz linzani olib tashlaymiz. FRKda linzani olib tashlaganimizdan keyin ungacha ham zreniya уже tiklanishni boshlaydi. Olgandan keyin zreniya ancha yaxshilanadi. Va bir oy davomida sekin zreniya ko'tariladi. Boshqa usullardan sal sekinroq, lekin oxirgi rezultat bir xil. 0 bo'ladi. O'chiramiz svetni. Xuddi shunaqa markazdagi yashilga lazer ishlaydi ovoz bilan. Okay. Next slide. Pues test. To'g'ri, 250 qiling. Bosing. 250 bosing. Test. Test. Okay. Bosing mana. Ready. Next sekund. 21 sekund qarab turasiz. Sekundan beri tayyor. Tayyor. Yaxshi yotibsiz. Молодец. Yoqing. Da. Gradation. Bosing. Bosdim. 25. Da.
ketdi. 25 bo'ldi. Yaxshi. Linza. Yana ikkita bering. Yuk tashlayman. Ushlab turing suvini. Linzani qo'yib qo'yamiz. Himoya qobig'i. Chunki epiteliy o'sguncha bu linza turishi shart. Epiteliy o'sib tugagandan keyin uni ko'rib turamiz. 5-6 kundan keyin olib tashlanadi. Yuming. Sharoling. Yo'q. Ha, tashlab bo'ldi. Rahmat. Oching ko'zingiz. Juda yaxshi. So. Tugadi. Qo'l bilan tegish mumkin emas. Xira ko'rasiz. Hozir anesteziyaning kuchidan sezmasdi. 4-5 soatdan, yarim soatdan keyin o'zidan o'zi qadalib yoshlansa qo'rqib ketmang. Yosh ko'pligidan oqqandan burundan ham oqqanda shamollab qoldim deb o'ylaydi bir xil. Unaqa emas, u ko'z yoshidan bu. Bu reaksiya shunaqa bo'ladi. Qora ochkeni yechmay o'tiraverasiz. Hozir tashqariga chiqqanda